Qarzlarning haj va umraga berishining hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Mening qarzlarim bor. Bu yil umraga berib kelay degan arzuyim bor. Barsam bo'lamdi yoki oldi bilan qarzni qaytarishim kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablarga va u zotga taki qiyomatgacha bo'lsin. Sözlük ma'nosi ziyorat, avod qilish va barpo qilish deganlik bo'lgan umra fiqhda ihramli holda Ka'ba-i muazzamani tavob qilib, Safa va Marva orasida sa'iy qilish bilan ado qilingan ibodat bo'lib, umr to'g'risida so'z etishdan burun shuni ta'kidlash kerakki, haj islomning 5 asosining biridir. Alloh taolaning berishga qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Baytullohga berishi ularga farz qilindi degan oyatdagi qodir bo'lish shartiga asosan haj o'zining zarur ehtiyojlaridan eshitilgan holda berib kelishning chiqimlariga va qaytib kelib bo'lguncha bola chaqalariga yetkida xarajatga chiqana oladigan kishiga yo'l tinch aman bo'lsa, ondan farzdir. Umi umrida bir qatim. Shunga hajni niyat qiluvchi qarzlarini to'lab bo'lgan bo'lishi, shundaqla yuqorqi shartlarga to'shadigan bo'lishi kerak. Hatto Imom Abu Yusufning yurtiga qaytib kelgandan keyin bir oy yetkida xarajat bo'lish kerak deganligimi naql qilingan. Darvaqa hajdan qaytib biror oygacha ziyorat qiladigan urug' tuqqan el jamoatlarning oyga o'zilmaslik degandek ishlar bilan mashg'ul bo'lib qoldi-da, hunar kasb yoki xizmatini joyida qilib bo'la olmaydi. Demak, qarzdan eshinolmagan kishi o'z pulida haj qila olmaydi. Hajga to'salg'a bo'ladigan qarz deganda nuqul boshqalardan o'tna olgan qarzlar ko'z tutilmaydi. Balki har turli naqd nesi qarz, to'lam, shundoqla umum fiqrlarning haqqi bo'lmish zakat, nazar, fidya, kaffarat va qazolarmi mushu doiraga kiradi. Demak, qarzlar kishining qarzni to'lab bo'lmoqcha hajga berishi farz emas. Naqd nesi qarz ijtimoiy farovonlikning taqozosi, faqir miskinlarning haqqiga chetilgan zakatni ado qilmay turib, ahli oilasini haddidan ziyoda qisib, jon jahli bilan hajga markazlashgan kishining haji barchadan behojat Allohga kerak emas. Bu ahvolda kishining qilgan haji o'z iqtisodi bilan emas, boshqalarning haqqi badala qilingan haji bo'ladi-da, iqtisodiy jihatdan qurbi yetish shartini hozirlamagan bo'ladi. Hatto qo'lidagi iqtisodni qarzni to'lashdan iborat farzga sarf qilmay, o'ziga farz bo'lmagan hajga sarf qilganligi, qarz egillarining shundoqla bola chaqalarining haqqini kechiktirib o'tganligi va orqaga so'rganligi tufayli gunohkor bo'ladi. Hajga bormoqchi bo'lgan kishining vaqti to'shib qolgan qarzi bo'lsa, birovning haqqi chetilganlik sababli qarz egasining qarzini talab qilib, qarzlarni safardan to'xtatib qo'yish haqqi bo'ladi. Agar kishining qo'l ilkida ma'lum moddiy mol-mulk bo'lsa-mu, o'zi va bola chaqalari ehtiyojli turuqliq faqatla haj uchun setib o'tishi to'g'ri emas. Ammo ehtiyojidan ortiq mol-mulk bo'lsa, u kishi farz hajning iqtisodiy shartini hozirlagan hisoblanadi-da, bularni darhol naqd pulga aylantirib, hajga minishi vojibdir. Hajga berib kelish o'tmishda emas, kunimizdami ko'proq rasxot va vaqt talab qiladigan bir amaldir. Haj faoliyatlari va safarning ranji mushaqqatimi hojining tan salomatligiga aziyat elib keladi. Hatto kishi bu safarda yoki shaytonga tash etish va arafat turish jarayoniga qisqanchilikdan yoki har qanday bahona sabab va yoki sababsizlar Rabbining huzuriga ketib qolishi mumkin. Qarzlar hoji olimodis o'lib ketsa, agar qarz hujjatlanmagan bo'lsa, varislar qarzdan tinib olishi mumkin. Shunga qarzdor turib hajga bormoqchi bo'lsa, qarz egillarining ijozatini olish kerak. Agar qarz egillari muhlat berib, qarzni kechiktirib to'lashiga rozi bo'lsa, shundaqla hajda yoki yo'lda o'lib ketsa, qarzdan rozi bo'lib ketadiganligini aytsa, ondan borsa bo'ladi. Shunaqdimi, qarzni qaytara olishiga ko'zi yetishi va ishonchi bo'lishi kerak. Balkim haj safari uning halol yo'l bilan kirim qilish yo'lini echitishi mumkin. Shundaqdimi, hajga berib qolsa, qarzlarni qaytara olmasligidan ansirasa yoki hajga ketganlikdan ishi va kirimi to'xtab, qarzni qaytara olmaslik ehtimoli cho'ng bo'lsa, yanala bormaslik lozim. Ba'zi olimlar to'lash vaqti kelmagan yoki uzun muddatda qarallik to'laydigan qarz bo'lsa,
qaytqanda to'lash ko'zi yetsa, qarz egasidan ijozat so'rmasin bo'ladi. Ammo bu borada vasiyat yozib qo'yishi yoki bir necha kishini xabarlantirib qo'yish shart deb qaragan. Agar kishi qarzini to'lamay yajga borgan bo'lsa, qilgan aji inovatlik bo'lamdi deganda Imom Ibn Qudama, Alloh unga rahmat qilsin, gadinida bu turli haqlar bo'lgan kishi haj qilib bu haqlarni zoya qilaversimi, uning aji to'g'ri, chunki bu haqlar yana uning gadinda degan. Lekin bu kishiga aslida haj farz bo'lmay turib qilgan ushbu inovatlik haji farz haji hisob bo'lib, gadindan farz haj saqit bo'lamdi deganda buni jazm qilish vasi mushkuldir. Chunki olimlar bu xil ahvollarda birdek qarash kelolmagan. Masalan, Müdirleyilmez bulup yetip kalgan bemar üçün biri haj qilib qo'ygan bo'lsa, u bemar sallamaza saqayıp kesse, u kishi hajga berish kerakmi? Yaşınıp kalgan yoki saqaymas deb qaralgan bemar kishi Ramazonda ro'za tutmay fidya bergandan keyin ro'za tuta oladigan holat kelib qolsa, qazosini tutish kerakmi? Degandek mushundoq masalalarda ikki xil qarash mavjud. Shunga mumkin qadar keyin iqtisodiy jihatdan qurbi yetganda farz hajni ado qilishi kerak. Xalqimizda haj qilsalar qul haqqidan xolos bo'lib, anadan tug'ma bo'lib ketadi deydigan gap bor. Bu asossiz gap. Chunki Allohning haqqi kengchilik asosida, qul haqqi da'talash asosida degan fiqhiy qoida bo'yicha banda har qancha gunohkor bo'lsa-mu, Allohga shirik keltirmagan bo'lsa-la, ixlos bilan layoqatli haj qilsa, Alloh taologa qilgan gunohlardan fariq bo'lgani bilan qul haqqidan faqat uni egasiga ado qilish yoki haq egasini rozi qilish bilan xolos bo'ladi. Alloh taolo hech nimaga muhtoj bo'lmag'achqa o'zining sop haqqini bandalarga mehribonligidan afv qilib o'tadi. Shunga qasr namoz, tayammum qatorliq kengchiliklar Allohning sop haqlarida ko'p bo'ladi. Hajning qarzdorga qodir bo'lish sharti hozirlanmaganlikdan farz bo'lmasligimi shu jumladandir. Lekin banda ojiz, muhtoj bo'lguchidir. Shunga bandalar ara haqda ko'pincha ahvolda haqlar afv qilib o'tmaydi. Qo'lida yetarlik iqtisodi bor ayol mahrimi bilan hajga bora oladigan imkoniyati bo'lsa, eri qarzdor tursa-mu hajga berish kerak. Chunki u ayolning hajga berishga qurbi yetadi. Erining qarzini to'lash bo'lsa, ixtiyoriy yordam qatoridagi nafli bo'lib, farz haj buning oldida turadi. Hajga berish uchun qarz olishmi olimlarning birdek ijmosi bilan farz emas. Chunki qurbi yetish hajning farz bo'lishining shartidir. Farz bo'lish uchun shart qilingan narsani qo'lga keltirish farz emas. Bu borada umumiy qoida shuki, pul mol asos qilingan har qanday ibodatda pul molning ilkida bo'lishi qaraladi. Pul molni ilkiga kirgizish talab qilinmaydi. Undaq bo'ladi ekan, hajga qurbi yetmagan kishidan haj uchun qarz olish talab qilinmaydi. Faqir miskinlarning haqqiga chetiladigan zakat masalasidimi, qo'lida zakat bergidek nisob, ya'ni zakat berish boylik o'lchamiga yetgan pul mol yo'q bo'lsa, nisobga yetgidek pul mol qarz olib turib zakat berish kerak bo'lmaganidek, hajgimi qarz olib turib berishi kerak emas. Ammo buning uchun qarz berib turadiganlar bo'lsa, bu qarzni keyin to'lay oladigan imkoniyati bo'lsa, yuqorida shart qilingandek qarzni hujjatlab yoki vasiyat qilib borsa joiz deb qaragan olimlar bor bo'lsa-mu, eng to'g'risi qarz olib turib hajga bormaslikdir. Chunki Alloh farz qilmagandan keyin keyinchi qaytarmaslik ehtimollik bor qarzni garniga yuklab olmagani tuzuk. Qaytirishni kechiksa yuzi sarg'aydi. Qaytarolmasdan dunyodan ketib qolsa, qarz garnida qoladi. Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallohu anhudan kishi qarz olib hajga borsa bo'lamdi deb so'ralganda, qarz olmay ishlab Allohdan rizq tilaydi, hajga bormaydi deb javob bergan. Imom Shafi'i bu vaqtda mundaq deydi: "İlikida qarz so'ramasdan haj qiluvdek iqtisod bo'lmagan kishi berishga qodir bo'la olmagan kishidir. Ammo mol-mulki bor bo'lsa, bir qismini setish kerak yoki shu mol-mulkni ra'ni qo'yib qarz olib haj qilish kerak. Turadigan uyi va xizmatchisi, shundaqla hajdan hayot qaytib kelguncha bola chaqalarining oziq-tulik xarajatlari bor bo'lsa, hajga berish kerak. Hajga berish chiqimiga xarjlasa, bola chaqalarining turmush xarajatlariga yetmaydigan bo'lsa, bola chaqalarining turmush xarajatlariga xarjlashi hajga borgandan zarur deb qarayman. Vallohu alam.
Safardagi chaqda bola chaqallarga ketarlik turmush xarajatini taq qilolmagan kishiga haj farz bo'lmaydi. Sufyan as-Savri rahimahulloh mundaq deydi: O'lib ketsa, qarzini to'ligidek mulki bor kishi qarz olib hajga borsa bo'ladi. Texi haj qilib boqmagan, hech qanday mulki yo'q kishining qarz olib, tilab turib hajga berishini to'g'ri topmayman. Shundaq haj qilib qolsa yoki yollanib ishlab yurib haj qilsa, farz hajga hisob bo'ladi. Endi umr qilishning hukmi ustida to'xtaladigan bo'lsak, olimlar tunji qatimidan keyin qilgan umrining farz emasligida birdek ittifoqdir. Hanafi va Malikilarda mu'tabar qarash umrida bir qatim umr qilish sunnati muakkada desa, Shafi'i va Hanbalilarning qarshida umrida bir qatim umr qilish farzdir. Farz degichilar Qur'on Karim Sura Baqara 196-oyatdagi haj bilan umrni Alloh uchun to'liq o'rinlanglar degan buyruq va mu'minlarning onasi Hazrati Oyshadan ayollarga jihad kerakmi deb so'ralganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq ularga ichida urush yo'q bir jihad kerakdir. Ya'ni haj va umra deganligini rivoyat qilganligini dalil qiladi. Yuqorqi oyatdagi amr Hanafi va Malikilarning qarshida Allohburun boshlab bo'lgan haj va umrini tamomlashga qartilgan bo'lib, umrining sunnat amalligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan umrining vojib yoki emasligi so'ralganda, u zotning yo'q, lekin umr qilishinglar texim fazilatlik degan hadisini dalil keltirishidir. Yig'ib aytganda, mabodo bir qatim bo'lsin umr qilishni hajga o'xshash farz desakmi, qarzdor holatda umr qilishning hukmi yuqorida aytilgan mutlaq farz amal hajning hukmidan chiqib ketolmaydi. Farz emas degan qarashni tutgan taqdirda texim shundoq bo'ladi. Vallahu alam bisavob. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Hijriya 1444-yili Rabiul Oxir, ya'ni 4-oyning 16-kuni. Miladiya 2022-yili 11-oyning 10-kuni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.